Yoshingiz nechida? Men 63 ga kirdim. 63 ga. Xursandmisiz ona? Ochun xursandman. Bu dunyoga kelganimga, men bu obodonchilikka ishlaganim uchun men baxtliman. Davlatimiz, prezidentimiz uchun katta rahmat. Shunaqa ko'proq bo'lsin bizlarga, oddiy ishchilarga qaraganiga katta rahmat deymiz. Obodonchilikdan nomidan, men ayollarning nomidan shu rahmat deymanki, hamma xursand bo'lib ishlaymiz. Shu yoshingizda shunaqa ishlayotganingizda ichingizdan bir nolish o'tganmi? Men nabarot 18 ga kirgan qizchadek ishlayapman. Maşallah. Men nabarot xursand bo'lyapman. Men bu dunyodan xursandman. Yoshingiz nechida? 57 ga. 57 ga. Ko'plar bizlarni endi obodonga ishlaydi deb uncha hurmat qilmaydi-da. Bizlarda ham inobatga odam o'rnak ko'rak odamlar bor ekan. Mana Xudoga shukr, Allohga shukr, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Shunday tinch yurtda yashagan barcha yurtdoshlarimni Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Yana nima deyman? Rozimisiz shu holatingizga? Roziman. Shunday yurtga yashaganimdan roziman. Shunday yurtda tozaligini qilib yurganimdan faxrlanaman. Yoshingiz nechida? 40 ga kirdingizmi? Otam yaxshimisiz? Nechiga kirdingiz? 70. Mana buni haqiqiy bayram desa bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar, aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. 2026-yil 24-avgust sanasida biz Ro'yi Zamin sayqali Azim Samarqanddamiz. Yurtimizni 35 yillik ayyomiga bag'ishlab Vaqf xayriya jamoat fondi yurtimizni, vatanimizni obodligiga, go'zalligiga beminnat hissa qo'shadigan yaxshilarimiz, eng samimiy insonlarimizga bayram sovg'asi sifatida mana shu ko'rib turgan 400 ta oziq-ovqat mahsulotlari topshiriladi. Kulgu quvonchga, tabassumga ko'z tegmasin. Yurtimizga bayramlar yarashadi. Osmonimizni musaffoligiga, yurtimiz tinchligiga ko'z tegmasin. Yurtimizning 35 yillik ayyomi barcha-barchalarga muborak bo'lsin. Bugun jonajon yurtimizni mustaqilligini 35 yilligi munosabati bilan Samarqand viloyati obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarini xursandchilik tadbirlari, O'zbekiston musulmonlari idorasi Vaqf xayriya jamoat fondi hamda Samarqand shahar imom xatiblari tashabbuslari bilan 400 ta mana shu obodonlashtirish xodimlariga sovg'a salomlar tarqatilmoqda. Albatta har birimiz ko'chadan o'tayotganda mana shu shahrimizni tozaligiga, obodonligiga qarayotganlarga nisbatan qalbimizga bir narsalar o'tadi. Ularga yaxshilik qilgimiz keladi. Mana shu bugun albatta ana shu narsani eng katta fursatidir. Zero shariatimiz, dinimiz bu poklikdan iborat. Albatta bu xodimlar qalblarida ezgu narsalar kirib, yurtboshimiz, yurtdoshlarimiz bizlarga befarq emas ekanlar. Albatta bizlar e'tiborda ekanmiz deb xursandchiliklarini cheki yo'q.